Alloh taolo o'zini G'ofir deb nomlagan va G'afur va G'affar deb nomlagan. Alloh taolo G'afur zot va u bandalarning katta gunohlarini mag'firat qiladi. Alloh taolo G'affar zot va u ko'p gunohlarni ham mag'firat qiladi. Alloh taolo bandalarning gunohlarini mag'firat qiladi. Dunyoda ham, oxiratda ham bandalarning gunohini yashiradi va ularni odamlar orasida sharmanda bo'lishdan asraydi. Alloh taolo bandaning gunohini bu dunyoda odamlar ko'zdan satr qiladi va bandaning kitobidan gunohlarni o'chiradi. Va qiyomat kunida bandani hisob-kitob qilganda uni odamlar ko'zdan berkitadi. Ana shunday Alloh kimni mag'firat qilsa, dunyo va oxiratda uni sharmanda qilmaydi va do'zax o'tidan ham saqlaydi. Shuningdek, Allohning mag'firatiga erishgan banda qiyomat kunida gunoh ma'siyatlarning yomon oqibatidan ham salomat bo'ladi. Alloh taolo qanchalik buyuk mag'firat etuvchi zot.